o'tkazib olaman. Bilaman general o'zim mahallamsiz. Akangiz oshnam. Bering. 81,5 ga. O'tkazib olaman. Notariusda shunday o'tkazib olaman. Bo'layga 8,5 bo'lmaydi. Jinda qo'shsiz beraman deyapsiz. 81,5 o'tkazib olaman. 82 bering bo'pti. 8,5 demayapman. Bo'layga 8,5 bo'ldi. O'tkazib olaman. 8 ming. Sizga o'zi 83. Akangiz bilan jo'ramiz bitta mahalla 82 ga. O'tkazib olaman. $550 ketyapti hozir. To'g'risi ko'p. Rasodimiz ko'p. $550 anaqa. 83 ga berasiz. Yo'q, xayrullo 82 sizlarga. Bo'layga emas. Mahallaga olaveraman. 8,5 19 sotgan pulimga berib yuboraman bo'ldi. Bu 20 var. 82 ga bering. İşler ham to'pda qayga, rasxoti yo'q. Bering. Nimalari ham bor ekan, ichalik topkalar bor. Rasxot bor. 82 yaxshi pul berdim. Berasizmi? Qo'shing sotadi. Yo'q, qo'shmaymiz. Qo'shing. Siz bilan biz birinchi marta ishlamaymiz, sari. Bering. Foyda qilyapsiz. Yo'q, yaxshi beryapman. Siz o'zi aytdingizki, meni to'xtatishingiz sababi jinda oldiga jinsi beraman dedingiz. $50 jinda emasmi? Va sizning gapingizga kirdim men. To'xtadim. Endi qoncha degan tirikchilikka Yoshligimizdan bir-birimizni taniymiz. O 40 yildan beri. Al. Aleyküm assalom. Bo'layga 8,5. Bo'ray bilan nima ish bor? Sizga. Bo'layga. Bo'layga sizda dedi qo'lini ushlab ko'rishmagan, akangizni tanimaydi. Men akalaringizni ham tanisam, o'zingizni tanisam, dadingizni ko'rib ko'rishib yurgan odam bo'lsa, mahallangiz bo'lsa, o'zingiz to'xtatdingiz-ku. Bering deb. Jinda qo'shingda qo'shyapman u. Endi hozir $100 so'rayapsiz. 150 so'rab olyapsiz. Bering 82 ga. 100 so'rayapman. 82 ga berasizmi? Aka 82,5 ga sotdim. O'zim aytib deb sotaman. Yo'q, 82 yaxshi. Ha, uni $550 ga o'zim aytib deb tushyapman. $550 o'tkazamiz aka. To'g'ri bola gap. Men sizni hurmat qilaman. Sarfim chiqib qoladi $50. Men rasol 550 ga o'tkazib olaman, notariusda o'tkazib olaman. Xo'p, deymi-ku. Balon qo'yib 300 ming so'mga chiqardim. O'zingizni opangizga aytaverasiz. Demayman. Ha, endi opangizga aytsam. Beni 82,5 ga olsa sotdim sizga. Bo'layga u pulga yo'q. Oldim, baraka. 2-yil 128 ming yurgan mashina oldim.